Vaqtida bunaqa mashinalarni minish ko'pchilikka orzu bo'lgan, hurmatli do'stlar. O'zimizning Jiguli mashinasi Rossiyadan masla holatda kirib kelgan. Hamma narsani boshi bo'lgandek, oxiri ham bo'lar ekan. Boshi zavoddan boshlangan bo'lsa, oxiri shunaqa metallom xonada tugadi. Xullas ko'pchilik akalarimizga minish orzu bo'lgan. Hozir bo'lsa mana aka metallom xonada kilosini 2,5 ming so'mdan egalarini o'zi so'yib sotib ketyapti. Shunaqa gaplar har bir erkakka xudo xolasa salondan yangi mashina olib chiqib minish nasib qilsin. O'zimizning Parkent tumani Atipidagi Taxta bozor ichida Qodir aka metallom xonasida shunaqa mashinalarni kilosini 2,5 ming so'mdan so'yib olib qo'yotgan ekan. Pastga nomer qoldiraman, bemalol telefon qilib, xudo xohlasa kelib topshirib ketsanglar bo'ladi. O'zbekistonda 1975-yildan pastda ishlab chiqarilgan mashinalarga zapret qo'yildi, chunki eski mashinalar ro'yxatiga kirgizildi. Xullas shunaqa gaplar qilgandan foyda yo'q. Yaxshi salondan olib chiqib minish nasib qilsin. Ko'pchilik akalarimizga like bosib shunaqa eski mashinasini topshira olmay yurgan akalarga videoni tashlab qo'ysizlar. Pastga metallomchi Qodir aka nomerini qoldiraman. Xudo xohlasa 2,5 ming so'mdan bemalol so'yib sotib ketsanglar bo'ladi.